Bu pok ma'naviyat, oqilona va ilmiy tamoyillarga asoslangan ma'naviyat, tasavvuf va aqidalarsiz ma'naviyatdir. Ma'naviyat dindorlik emas. Hamma narsaning sababi bor. Bu hamma narsani boshqaradigan tabiiy va o'zgarmas qonunlarga juda mos keladigan kosmik haqiqatdir. Bu nur ruhlari ilgor olamlardan kelgan mavjudotlar bilan bog'lanishning to'g'ridan-to'g'ri va aniq yo'lidir. Siz endi mabadlarga tashrif buyurishingiz shart emas, endi uydan chiqishingiz shart emas, endi tiz chokishingiz, ko'zingizni o'girishingiz yoki boshqa narsalarni qilishingiz shart emas. Biz mujassamlangan ruhlarmiz, aqlli tamoyilning bir qismi, oddiy odamlar Xudo deb ataydigan hamma narsaning yaratuvchi kuchi. Psixik tozalash bu ruh manfaati uchun amaliyotdir. Bu belgilangan vaqtda va tartibli tarzda amalga oshirilishi kerak. Shuning uchun, psixik tozalashni mashq qilish uchun kunning bir xil vaqtini belgilash kerak. Bir vaqtning o'zida ertalab, tushdan keyin va kechqurun. Agar siz lahzani o'tkazib yuborsangiz yaxshi bo'ladi. Bu shunchaki hayotingizni intizomli yo'l bilan boshqarish va ushbu amaliyotdan ko'proq foyda olish uchun. Ruhiy tozalash vaqtida aytilgan so'zlarga e'tibor berish kerak. Tasavvur qilinga yuqorida baland bo'lgan yorug'lik nuri tobora kuchayib bormoqda. Bu astralda sodir bo'ladi, biz ruhiy tozalashni amalga oshiramiz. Birinchi nurlanish deb ataladi, bu psixik tozalashning birinchi qismidir. Keyin biz 5 daqiqa davomida takrorlanadigan qism bo'lgan nurlanish keladi. Va biz bir nurlanishni oliy astralga, birini katta e'tiborga va ikkinchisini spiritizm harakatining astral rahbarlariga nurlantirishni tugatamiz. Agar siz birinchi marta ruhiy tozalash bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, buni 10 daqiqa va 3 hafta davomida bajarish yaxshidir. Bir vaqtning o'zida 10 daqiqa va 3 hafta o'tgach 5 daqiqa davomida buni boshlang. Bu yangi energiya bilan tanishish va o'zingizni mustahkamlash uchun muhimdir. Avvaliga ma'yus tushlar ko'rish odatiy holdir, chunki bu energiya o'zgarishining belgisidir. Agar chalkashlik, tartibsizlik, umidsizlik, og'riq, noaniqlik, qo'rquv yoki qo'rquv mavjud bo'lgan muhitda bo'lganingizda, xotirjam bo'ling, fikrlaringizni yuqori astral darajaga ko'taring va aqliy ravishda nurlanishni bajaring. Psixik tozalash bu ruhiy hammom bo'lgan ruhiy gigiyena. Bu bizni depressiya, uyqusizlik, raqamlarni ko'rish, aqldan ozish, giyohvandlik, tashvish, uyquda yurish, jodugarlik, er-xotinlarning ajralishi, baxtsiz hodisalar, gazab, stress, nafrat va boshqa ko'plab muammolardan xalos qiladi. Psixik tozalashni mashq qilayotganda ko'zingizni yummasligingiz va tiz cho'kmasligingiz kerak. Atrof muhit so'zlarni og'zaki gapirishga imkon bermasa, buni aqlan qilishingiz mumkin. Psixik tozalashni mashq qilish uchun tinch muhitni yaratish kerak. Psixik tozalash bilan shug'ullanish uchun hech qanday kontraindikatsiya yo'q, lekin biz yuqori ruhlarga hurmatni yodda tutishimiz kerak. Yuqori astala va aqliy jihatdan nurlari, agar xohlasangiz, 2 yoki 3 marta yoki undan ko'proq masofada. Ammo bu amaliyotni ibodat sifatida qilmang. Psixik tozalash ibodat yoki diniy kult amaliyoti emas. Ko'rish uchun hech narsa.
Bu ruhning yuqori astral bilan bog'lanishi, bu yorug'lik ruhlari, shuning uchun bu haqiqatan ham ishlashi uchun men sizga bergan ko'rsatmalarga amal qiling. Baxtsizlik yoki baxtsizlik haqida o'ylamang, achinmang, afsuslanmang yoki qayg'u qilmang, hech qanday iltimos qilmang. Oliy ruhlar bizga nima kerakligini allaqachon bilishadi. Siz nurlanishni amalga oshirayotganda siz aytayotgan so'zlarga e'tibor berishingiz kerak va sizni o'rab turgan va mustahkamlaydigan yorug'lik markazining tasavvurini yaratishingiz kerak. Hammasi bizning fikrlarimizga bog'liq. Bunday fikrlash qanday bo'ladi? Endi ruhiy tozalashdan boshlaylik. Yuqori astralga. Katta fokusli ijodiy kuch. Biz bilamizki, olamni boshqaradigan qonunlar tabiiy, o'zgarmasdir va hamma narsa ularga bo'ysunadi. Yomon odatlar va nomukammalliklarga qarshi kurashdan olingan o'rganish, fikr yuritish va iztirob chekish orqali ruh tiniqlashib, katta taraqqiyotga erishishini ham bilamiz. Biz nima qilishimiz kerakligi va yaxshilik uchun iroda erkinligimizni amalda qo'llash orqali biz yuksak ruhlarga fikrlarni tarqatamiz. Shunda ular bizni o'z nurlari va suyuqliklari bilan o'rab oladilar va vazifalarimizni bajarish uchun bizni kuchaytiradilar. Katta diqqatga. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz.
Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Superior astralga. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Katta e'tiborga, katta diqqatga, koinot hayotiga. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz. Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Ruhoniylar harakatining astral rahbarlariga. Ajoyib diqqat, koinot hayoti. Bu yerda biz yuqori ruhlarga fikr bildiramiz.
Shunday qilib, ular bizni o'zlarining yorug'liklari va suyuqliklari bilan o'rab olishadi, bizni mustahkamlaydilar, vazifalarimizni bajarishimiz uchun. Biz shunchaki ruhiy tozalashni amalga oshirdik.